Dedi ya oldu, har oldu, dükkandan aldı, gazlanmadı, yılgak oldu, yanlandı, yetip yıkıldı, zarlandı, koydum dak oldu. Holde aldı lengini bir şatandı kaydı öyge. Şundan baştan deli tutun lakımı oldu lenge. Tayır tağak ataldı ahiri litlingi sözce. Başkalarını yaratmaydı tınlak öğren özce. Salmay halatlı keydi hatime özüge artı. Dursun toşay keldi putuğa renklik paypak tartı. Döşlem yaydı daim urayım beş koy pılını tanışıp kurdu kılcın. Hopo korusu kılcınla gayri kırşı. Komediyagi tolgan illa satraşxana. Elning umidi bo'lgan arzulu satraşxana. Xo'shallik tolgan bu xushaynak satraşxana. Biz uchun echilgan bu bizning satraşxana. Kulağaca. Bu ustamdan çiçi bağırsın maymunun tüküde kalap kaldı ya. Boş ustam dese qanday oldu Ya ab boyga yeğen deyme. Vay elimi boyudum deb letipning beshini ko'ydirib qo'ygan qil qapsa salong tog'oq. Ya qiz sizmi nima ish qilib buning bu yoqni bersiz deyman. Voy bir o'rgansin debdimi letip. Bu nima nugunda bu chash kessinlar o'rgansin bo'ldi ishaq aralashmay. Nima qilish deyman? Nima rang bu hamda bu nima bu hamda bu? Ya şu tillaq açam anığı mani qo'shab, maniga ani qo'shab ilash tursang, şu an ney quy chiqib degan shu men ney quy qilgan. Men hozir ney quy emasman, xuy neyga o'xshab qoldim hozir. Orala tursa odamga dengashga. Ya sizlarga nima dikishgan bu ancha? Sizlarga tuysa qilgan oq narsa bor ya. Voy o tuyso'ringma bo'lmadi bo'ldi tillaq qiz bo'ldi. Ortiq paranglashmaylar. Ma ilmo mening chechim bulab qapti, xeridaning chechi olgan bo'lsa to'laydigan chiqdi. Men buning ekan sen ma chechingni yaxshi kiysab, yaxshimish chashning ishi bilan shug'ullan. Men rangning ishiga aralashmayman. Ma'qul. Qara, opa. Men buning ekan tayyorja ustamni chash kesishni o'rgansa. Men rangning ishiga men do'konda o'g'illar aralashmayman sen, ha? Men qizlar qo'ytinglar. Tushundingmi? Ma'qul qo'y. Ha. Sen kirib bo'ldi. Ichidagi ratlimga yerlarni ratlayib chiqing. Men xatim sizning yordamlashingiz. Ma'qul ustam. Jurum ratidaymi? Ma'qul. Jurum. Mana. Ikkala. Qara, sen ma do'konni 6-7 odamning boshlig'i. Ma chash elimim mening ulab qapti. Mendan boshqa odamni ulab qolgan bo'lsa, boshini to'laydigan ish chiqdi. Buning uchun marag'ning ishi faqat aralashmayman. Ma'qul. Ne aş? Mushtam mangsan oshkisi qanday ustoz bo'lsa? Ya bununki men tillaq acha. Boya faqat aralashmay o'zligil qo'yib berayman. Men chashni chichimni yasay. Ashtaqil. Ha, amiyatga. Ha, oy. Ha, bak kirpesda. Ya Necip test tapdık bu yeni satraşxanni. Oy salom qanday? Kelan. Qanday? Salomat. Mayliqi. Ha, yaxshisiz. Qiyrig'anda degan akam shu ekan. Qayrig'anda kelib qoldik-ku. Lan. Men yasatmayman men. Ya o'tiring, shuni o'tiring. Ufqimiz yasab. Mayli. Kenab qoldik. Ha, degan bir qadimona yetib qoptiq bu yerga. Shunda olib qoldim. Ma xotin yana chechimni kesitma deb asho. Boz ash kesib ash shopping to'qilib bandi. Nima deb shopping to'qilib etimiz? Bunda chashni, chiroyli chashlarini shopping to'qib etsak, ko'chiqqanda chiqaman. Men shundoq demoqchi. Gaplaringiz qiziqchimi? Xotin kishining chechini ping to'qib tanib bo'ldi, o'zim bir qo'liq yasaymasam. Xatima xolatdan chiqma. Mana ustam mana. Toza bir chiroyli qilib taysizmi degan yasab. Jep yaxshi. Yo o chichini pinto qilib shovning yo'l solib qo'yish yo'qda. Bunda gapcha. Bunda bu ish bor. Ma xotinning bir do'sti bor. Bu do'sti haddatsiz yolg'on. Haddatsiz ko'z. Ay, deb aytmalar deydi. Bunda bir ish bor. Shuning bilan mash ideali ma'no yo'qib qolmasin deb men ma'no to'saytman. Xotin hamda o'zining bir bolasi bor. Uni apisi qaytib qo'yib, boshqa ayoli bilan kunda boshqa ayol bilan ko'rishib, shu aytgan bo'lmaydi. Hey! Sen bir haqning so'mkisiga dirbom bo'lib, ko'rib olganmiding? Haqning nag berib, nimish qilganni, nimda ko'miga ishni ko'ygandek deysa deyma, do'stimning eri yo'q, ajrashib ketgan, qonunliq ajrashib ketgan. Shuning bilan hamda bir bolasi bor ekan, bolasiga ancha-muncha apisini qartib qo'yib, bir hafta yo'q qiladi ekan, ancha-muncha qizlar bilan shavchalan ishchidi ekan. Nima bo'pti? Ya, acha balisi va xotin tuzgan emasmi? Yo'q. Shavcha ishmay mencha atgancha ish. Voy o'tirabqa. Rus gapiradi. Rus. Yo'q, men mening bugun qiziqayotgan nuqtam faqat bu emas. Sendan bu do'konga kelsang davomli urushib kelganingni biz bilamiz. Lekin bu sizning qurtingiz nima bo'ldi? Bu endi qanday deymiz ha? Bu endi bir finga. Xasla deb qo'yibmiz. Xasla qanday? Tutimiz purmaydiganda? Voy, o'rgan bo'lsa ishni kirpoqacha kelib bo'ldi. Daraq bor. Ya endi bu to'shak uning ustiga payp qilgan yomon uzungancha aka. Mundacha bu. Men o'zim hamda. Sanlarda ishlayman. Sanlarda ish faqat menda amalliq saqlag'ach, lekin bu
Sizlar degan cho'ng darvozasiga amalni saqlamayapman men. Men sana 40 ga bir Ha, şöyle juyundiga yerda yalang'och odamni qaraysiz. Shu yerda endi qolsam hamda hammadan bunday bir xil xosliklar. Ya bugun men qiziqayotgan shu umuman emas. Siz bu oldin qitim kelgan sog'-sog'lom etdingiz, bu da tilingiz chigilishib qolganmi? Bu bizda bu men bizdan xotandan ayna. Ha, şuna bir yeri var. Oldin burada gap qilmasa. Şuna bir Aldın qitim nimişqunda gap qilmagan desang ukam. Men 14 yoq 15 yil o'pdim majida. 15 yilning yaqisi meningga tuz gap qil, 10 gap qil, shivangni tashla, menda art gap qilma deb qilib to'liqni burab, aram mushu qilipimga akirsam, ma o endi ish kaptini oldin xotin berib kelib, yana art kaptu. Nervamni o'rtib, meni o'shirgan bu shivisilan gap. To'xta. Oy, bommamda xotinchi gap qilsa? Yo'q, men yaxshi ko'rmayman. Ya qarang ukam, bu hozir biz ninni yaxshi ko'rmaymiz, navayni yaxshi ko'rmaymiz degandek, bu sizdan yaxshi ko'rib tekkan. Hamda buning bu shivimiz, bu hamda xotinlikkan xotinchi so'z nima bo'pti? Bizning mamlakatimizda bu nurg'ulg'an shivilar, o'rtaq mujassamlashgan go'zal cho'ng davlat. Buning uchun xotin shivismi shuning ichida. Buni biz bu Qashqardan ancha-muncha aralashtirib qo'ymaymiz, shunday Shu. Bu xotinning bo'lgan so'zi shu to'g'ri deb shunday chiroyli so'zlaydigan. Ammo lekin rusga qilgan zaman ustam. Voy bo'ldi, bugundan boshlab xotinchilab sizni ya Maydondan yanmog'liq. Nima rahat ha bu. Çaylık gençan olsun bak yaman çaylık Popsolar almak. gapini tushunsangiz bo'ldi emasmi? Şu hazır. Rus gap qildi, rus gap Avto qildi. nima desang degina? Bunda chanda xotinga bakag'ivami yo'q. Ma xotin bilan bola atqan ish bor endi bizga uzun yillab ketdi. Endi bir farzandimiz bo'lsin deb xotinga berib yerlik dorildan hamda bir akagan. Bunda qilmanglar. Rost gap deymiz. Ma xotin balog'ini unutmaydi. Neymiş lan? Oy, xotinni shuni tillaytmayman men. Shuni tillaytma. Xotin hamda bir balasi va talochiq o'ynayolmay. Ay balamiz ham bo'lib ekan. Aytay bu sen bo'lib ekan deb, ideal ma'lum yo'q tug'iltida. Shunga men unutmayman. Shuningga bir ata aytdan quvvatli o'ylarni akaga hamda. Gapni digli qoldiqcha men. Nima gap qilmasam ortmatda daversa yana gaplarini hamma tushunib o'tiryapti majmumiyada. Bu bola ammasi bilan mening o do'stimning nima munosabati bor deyman. Haq o'ynasa o'znikini o'ynaydi. Sen haqning eri olmagan ekan, men menila boshqasang bo'ldi. Kim baqadi? Hoji, aka qizlar chechitma meni. Vaqaga yo'q. Men eri azroq bir munosabat azroq kelishmaysiz. Mangana. Sizga men sotaman qo'y. Hoji. Salim, endi men yinkagan shogirdni to'g'ri tushuna olajman. Sen oldiroq sal. Qoladi chataq bormi? O kimning qilsa davada qilib? Ma'qul hoji. Sal oldiroq. Ya bala yaxshi, men do'konning muhitiga ko'ngil bildi-chi. Varanchuring bo'lib kelsa, shunga o'z ko'ngil ketadi. Voy, dashib ketibdi. Sen varanchuring qilmay bir davlay dardimni bir tukib olay. Men sizlarga logo bo'lib qopdi madanglar. Davrangachi. Daverayma. Shuning bilan Haqning biz bilan nima munosabati? Ajab gaplarimni qo'llashtiramay jiddiylashtiryapsan meni. Haq bilan men hech qanday undaq boshqacha munosabat emas, u faqat meni oliy maktabga savolishib. Endi balam masqi kelsak, ammo gapni o'zing tashding, men tashmadim. Sening bo'anlik qilib 2,5 ming qo'y olgan u mashinga men uyning ijarasini to'lamdik bo'pti. Biz uyning ijarasini to'lamdik. Men qo'saqqa yamdik. Menda girim buyumlarini ap chiroyimga qilamdim. Sening uchanga menda har xil aryans paypoqlarni olamdim. Aningdan keyin menda ancha-muncha satrashxonlarga kelib chash yastamdim. To'y-to'ykinlarga baramdim. 2,5 ming qo'yni narimga qandoq qilib yetkizma? Qarang, endi bu 2,5 ming qo'y yetmaydi deb o'tasak, raz yetmaydi, ammo yetadi desak, yetadi-chi bu. Siz nima ish qilasiz? Men shu hozircha uyda. Oson emas, singlim. Bir turmushni, bir odamdan boqmoq oson emas. Lekin u balnim ammay bo'lmaydi, qarang. Buni to'g'ri hal qilmasa qolmaydi. Endi bu uy ijara, endi bu 2 ming qo'y, 2,5 ming qo'y yetmaydi deblam o balani kayniga so'rsak, ertaga bala tug'ilib bo'lguncha, qachon saqalg'im yegicha oq tushib ketsa, uchoq texidimi og'il olmaydi. Vaqtida qilish kerak. Ammo 2,5 ming qo'y ras yetmaydi ofkam. Hozir aylig'i 2,5 ming qo'y, 5-10 ming qo'y bir oylik qamdayolmaydi. Uni uy ijaraga emasmi? Shunga boz mening tavsiyam endi. Sizning qo'lingizdan kelish ancha-muncha bir ish qilsangiz, yeringizni tirsa, o'zaro bermanda Alloh jamiyat asta-asta yetimiz. Voy jinim aka, men ish qilay deyapman, qarang. Ancha-muncha endi vishonlik qilib, anda-munda bir narsalarni sotay desam, unumay uyda jim o'tirang. Chiqmang, allay-ballay qilib qarang. Hech nima ishni qog'izma atudi. O'zi 2,5 ming qo'y mashilib yo'g'on narsa apagandek menga. Bundacha.
Ben bir söz diyeyim ha. Ha. Siz bir so'zlang ha. Ruski kılayım ha. Ma xotin, ve şançılık qilsa buton. Lekin tanıştırıp qo'yay, bizning xotin ismi Sahar buton. Lekin tushdan keyin kashqaroq buton. Bu ashu ismi Sahar bo'lgan bilan, kun qopqanda yotadi. Yotganda qo'padi. Manda yurva. Endi bu xat aytganni qopib qoladi deyishingga. Ay o'zi qopqanda qolib ishonchlik satalanda ne? Onun ustiga da becirib mahsulotlarni sotsa buton. Unda qonunliq, rost, ishonchlik, unumlik mahsulotlarga vakolatchi bo'lsa buton. Lekin ne adam aytgan, uqmaytgan, ne jabrimlik vakolatchi bo'lsa, unamtimi men? Ya, yerinizning deganimi rost, to'g'ri. Amdaliqa uyquni to'liq uxlasaqmi? Yaxshi olmaydi, ismingiz Sahar emasmi? Shunda chiroyli ismini qo'yapti ekan, ta'tirlab qolibsiz. Ayolingiz kuniga dum uxlaydigan o'xshaydi qarang. Aynan. Bunda qarang, bu turmushlarni ish qadam tanqirishsak, baqil olmaydi. Shunga ayolingiz bundalam qilsin, bizning do'konda ancha-muncha o'zimiz akagan yaxshi mahsulotlar bor. Shuni sotib baqsin. Bo'p qolsa sota olgancha foydasini o'zingiz eling. Bo'lmay qolsa yondirib akasangiz biz do'konda ishlatasiz. Avval bir setib qo'ygan sinab. Undan keyin bu siz bu cho'p-cho'ng ayakishtirib qarang. Endi u masalan biz Sangnaning darvozasiga sal mana yesh cho'ngaygan, pensiyaga chiqqan, hamda sal turmushda sal keyinroqlar bunda qisi bo'ladi. Ham siz bu yop-yosh ayakishtirib Sangnaning darvozasidan qarab, bu ayakishning yunig'ini ko'rib turmushingizni bosh ish qilib qo'lingizga ketmamdan sizdan. Endi boshqa ishdimi? Kipqat. Masalan bu chashtiringiz shunda fayz ekan mana. Mana shunda bir kasblarni masalan biz satrashlikni o'rganib baqsangiz. Voy, usta. Ma chash bo'ladikina. Yo'q, yaxshi yasab. Ruslikina. Ya, yaxshi. Chiroylikmikina. O'zim yasagan ayna. Nima? O'zim yasagan. Men bu o'zimnikini o'zim yasayolmayman. Men mening chechimni mana ukam yasaydi, mana bog'a avvalmish. Mana biz o'zimiz yasaymiz ayna. Qandaqa? Voy, ukam siz buni o'rganganmi ya? Men endi bu asli atimras satrashchi. Bundaroq ish bor. Endi men qayergandika, hech kim bo'ldi boshqa. Ukam bu siz qayerganda deb endi 34 yoshga kirib nima qayerlik? Men bizmi 35-36 ga kiray deb qoldik. Bizmi qayermiz deb qilyapmiz bu satrashchilikni. Bu atimras kasbini tashlab, bu bo'yalik bunda bo'yangingiz tarbiyalab akab qilgan xizmat va siz xalqning nenisingiz, xalq non topolmay yurmamda. Siz satrash o'qing, satrashlikni qiling. Xalqmi bo'yanlikni qilsin, o'zining xizmatini qilsin. Shu shistiraliqda o'qib rejissor olgandek ishda. Ha mana. Yo'q, mandacha. Endi men satrash qilay desam, menda mablag' yo'q, do'kon ocholmayman. Menga nadikda satrashxona bir osmonda bu deb qiyak tushmaydi. Shuningga hamda amal olmagandik ekan. Qayg'animiz bizni qiynamadik hamda. Ma do'kon ish bo'lgandan keyin do'konga bir navada deyinras obdan chiqib qolsa do'konga bir do'kon boshi qilib ma ikkisidan qo'li ish qilagimda fuqsayas tushgan taxan. Shuni bemdan qilib baqamdik ya. Mush chayni ras o'ziyasidimi? Voy aka, men bu erimni unda maqtab yemaymadin ha. Lekin chash kelganda ras bu o'zining chichini o'zi yasaydimiş. 14 yilning yaqisi, hamda o'zi yasab kevatdi. Men yurgandan tatib o'zi yasaydi bu. Xeyli bo'lib qo'lida unava ekan bu balana. Alloh qaz. O'sha ma do'konniki balning qo'li ish kap bo'g'ich banda ishlatib baqmamda. Men ishlatib baqilay xeyli undirman. Mandalan qilafkan. Satrashxona mana bizda bor. Ikkisi tag'an. Ikkisi. Ajalla. Konu do'konda ishlasam bo'ladi. Yangi do'konda ishlasam bo'ladi. Bu tuvan maoshingizni tunjiydi 2,5 ming qo'y men beray. Oilangizda qiyinchilik bor ekan, yosh bizga beribdi. Men bali yo'q dedinglar emasmi? Mening sal ichim serilib qoldi. Va siz mo talatuzlarga do'stlaringiz bilan ko'rishib yurmang. Bizning mahsulotni setib beqing, yarmisi yondirib bekab bering. Siz ma do'konda satrashlikni yaxshi qiling. 2,5 ming qo'y maoshingizni belgilab beray. Undan kelarki eda o'zingizning bunda xaridor qilgan mulozimtingiz, topgan pulingiz qarta teaching arpasam ba'zi 5-6 ming qo'y deb qilishingiz mumkin buni. Shu. Bumi bulab qo'ygan aqto. Rasman usta. Yo'q, endi sizlar ko'nglingiz ras bo'lsa, bizning ras. Ay rasma aka. Ya rost mana. Biz bunu satrashxona birda. Shunda turish orqali 2 qildik, atiga 3 Nay shahar bozorlarga butun Xushaynikni taqdim etmoqchi. Uning ustiga sodimizmi yomon emas. Mana bir chiroyli biz oldik ko'rdik. Sizga o'xshashmishda umaq xaridorlarimiz bor. Bumi bulab qo'ygan aqto. Aydara qilibmiz ya. Bo'lamdiki bo'lmasa. Butgan. Qo'lam chiqdimi ya? Atimiras ya, atimiras. Qo'pa. Kun. Amyak chiqa. Xotima sizmi chiqni? Amanda, ma do'konimizga bo'lgandan boshlab yana yangi bir shogird satrash qo'shildi, ha? Ismingiz? Ha, To'sinjon bu. To'sinjon. To'sin To'shaylamda. Asti yaxshi qaldimi? Er To'shayga umra paypaq bir sarxil balaga. Laqam bo'lib qolib chiqqandim. Ya, unda bo'lmaydi. Mana bu Qo'pojon. Bizning yangi shogird. Obda tutdingizmi mesela? Xotima. Qanaqa? Obda tutdingizmi uka? Ha, bizning ko'n shogirdning singlisi, yangi shogird. Ko'n shogirdning singlisi. Butgan. Xayrjon.
Qandaqa mesela? Abda tudug'asizmi? Letipcan. Abda tudug'asiz. Tilla qilib. Qandaqa mesela? Shuni olamiz do'konda, yan bir do'konda bolalar bor. Uni ati tunishtirib qo'yma, o'zaro tunishib, ma do'konda birga ishlab ketamiz. Qanday? Voy, mening shogirdim bu. Yo'q, bu ustam bo'ladi. Yo'q, bu akang burunda ustamka. Akang qancha kirdingiz? 34. Voy, siz 34 kirdingizmi? Aqshidin kelama bular. İşte 4 kundan keyin pensiya maaş olgan bu. Voy, ada degan bilan ko'ngil sho'x turibdi. Unda demaylar. Ma ukam bak jiraqni ko'raychi. Shunga sizni yosh cho'nglab ketibdi, ishtik pensiyaga chiqdaman. Bu akang balkim 50. Men ham shogirdmi? Bu yoq, mayoqning xotini bu yoq, mayoq. Murda adamga murda xotin beramda. Tampon qilib. Qandaqa ukam? Bizga bunda xotin bermay. Qandaqa xotin bersiz? Qarmansiz o'zingizga. Xotinni bizga loyiq tutib. Ay, bo'ldi. Kilarga men urushib ketman. Munda gap qara. Ma achang ma akangning xotiniga. Sen o'zing besib turar, ma inim sal mashina sal chaqchaqcha. To'g'ri tushundim. Atadan birga xizmat qilib ketsizlar. Bu, ayna qildi. Shunga bak bir-biringni vaqirab ketmay, ama do'konda illiq jamiyat barpo qilamiz. Shunami? Chashcho putdimi? Putdi. Putgan bo'lsa qarang, bunda qiling. Siz ata, ama shu butun rasmiyatlaringizda to'liqlablar, o'g'illikdan boshlab ish qilishingga bo'ldi. Bu. Ayna qilib, men boshliqqa istiqbolni beribman. Pilg'andikilar meniki ketlam. Bo'ldi. Ato'gin siz men mas'uliyatlarni setib beqang. Yaxshi bo'lib qolsa turmushingizda Alloh seviyaga yetib qolsa, bizmi qo'sh, sizmi qo'sh bunda. Qo'lni yuvsa, qo'l qo'pab bizni juydi. Bo'lib qayta. Ma'qulimda o'zi rahmat sizlarga. Shunda ham ovarqimiz har qatimiz satrashxonaga kelgan. Shuni juraymiz. Necha pul oldi? 60 koy oldi. 60 koy. Yo'q, bo'ldi. Yanchiqingizda qo'limang. Men budaqaylik maoshingizdan tutib olamiz. Bu. Ayna qilib. Qaqni qizlik anda gaqim juma. Uni budalam chiroyliroq qizg'alchak asoq bo'ptga demak idim bu. Hozir amalo so'zim ishlamasmi? Bana shundan anlab qoldim. Sen xuddi ko'p qolganmi? Qizim bilan o'raysa qo'ysingiz. Sening xudo qilsa? Men Sizning jinoyatingmi? Meni jinoyatim yo'q burasi. Voy, men gapatim juma. Satrashimda men. Mana. Baqara. Ben sana obdan tushundirib qo'yaman ishini. Tayyor. Men ishini biroq rad etdinglar. Ma'qul. Men bilmay qolibman ku. Hech qish yo'q. Ustam yuribmi ketganlar? Voy, gapini qilmang Xotima. Xolos. Satrashxona ijrida quloqdan quloqqa gap, yozdi taqay evisizda chiroyli xushaynak